Assalomu alaykum. Tez tayyorlab turadigan sharbatimni yana sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Demak, lavanda oshiradigan, immunitetni ko'taradigan sharbatimiz. Po'stlog'ini chetiga olib qo'yamiz. Bundan ham sizga ajoyib retsept o'rgataman videoning oxirida. Hamma mahsulotimizni birin-ketin to'g'rab olamiz. To'g'rab ham oldik. Endi blenderimizga solib sharbatni chiqarib olamiz. Mablag'imizning po'stlog'ini suv bor idishimizga qo'yib yarim soat qaynatib olamiz. Novot solsak ham bo'ladi. Men novot solmadim. Men iliqroq bo'lgandan keyin asal solib, bir bokalga 1 choy qoshiq asal solib har kuni ertalab ichaman. Salobatga boy, juda ham foydali. Albatta sizlar ham tayyorlab ichib ko'ringlar.